O'zimga ana shu xudo zaman bersa bizlarga yil bo'lsa haydasak bo'lsa anaga ana shu dehqonchilik bilan o'zimiz o'tkazib yursak unda boshqa hech zang bo'lmaydi ana shu dehqonchilikdan ana shu zaman bersak bizlarga xudo mana shunga qo'shib bizlarga haydab yursak yil bo'lsa buni mayda traktorga ekanmiz olib boradi ho'kiz boradi mana bunda hisobli yillar keldi qo'limizdan ketdi ana endi mana buni o'ramiz yig'amiz ana bahor tirchalga anchib olamiz ana majbur ana shuni qilamiz ana telefondan nima to'ldirmaydi ana shuni majbur ana shuni izdan ana shuni sepib ana shuni o'rab anchib olamizda. Necha yildan beri bu dehqonchilikka masalan aloqa qurgansiz, boshlagansiz? Necha yoshda edingiz? Madalidan beri ana shu aloqamiz bor ana shu ota bobomizdan qolgan ana shu ana chish ko'ri ana shu dehqonchilikda boshqa bizlarga boshqa bizdan bo'lmaydi. Ana shunga aytdan tushganmiz. Bu dehqonchilikni yoniga boshqa nima ishlarga ko'p aloqangiz ko'p? Agar dehqonchilik bo'lmasa, kelajakda o'sha ishdan anjom bersangiz, qilsangiz. Ko'shim bo'g'aba shu yil irtay bug'doylar ham chana dehqonchilar ham irtay pastroq qolgan. Xudo nima qilsa va xayr qani. Shu yil tiramay Eron ketmoqsin aka. Bulardan hech narsa ham tuzalmaydi aka, o'rgam. Mana bunda nimalar bor? Ishkorlar ham chandan bo'lmadi, suv obra qoldilar ham qurib ketdi. Mana shu daymakorlikka qolgan. Daymakorlikdan ham hech narsa ololmaydi odam.